Yaxshi niyatda ota-onangizni ishonchli va garantiyali turfirma orqali umra ziyoratiga jo'natmoqchimisiz? Mana shu videoda oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari, bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr oyiga yangi umra narxlarini e'tiborlaringizga havola etamiz va albatta ishonchli va garantiyali turfirma oqtarib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Biz sizlarga Qahramon akamiz o'zlaridan to'liq ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Qahramon aka, hozirgi kunda noyabr oyiga yangi qabullar yo'lga qo'yildi deyildi. Mana shu qabullarimiz qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Shular haqida ma'lumotni videodan boshlasak. Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum. Bizda noyabr oyiga yo'lga qo'yilgan parvozlarimiz Vodiydan, Toshkentdan bor. Farg'ona, Namangan reyslarimiz bor. Toshkentdan uchadigan reyslarimiz bor har 2 kun oralig'ida. Xudo xolasa. Xo'p, qaysi sanalarimizga bor hozirda? Xo'p. Toshkentdan 1-noyabrga bor. Vodiydan, Namangandan 2-noyabr. Farg'ona bor 4-noyabr. 5-noyabr kuni Farg'onadan reysimiz bor. 8-dan Toshkentga bor. 9-kuni Namangan. Xo'p, 11-kuni Farg'ona Jidda reysimiz. 12-kuni Farg'ona Madina. 14-kuni Farg'ona Jidda reyslarimiz bor. 15-kuni Toshkent Madina, 16-kuni Toshkent Jidda reysimiz Vodiydan. Toshkentdan. 16-kuni Madina, Namangan Jidda reysimiz. Farg'onadan esa Farg'ona Jidda reysimiz 18-kuni. 19-kuni Farg'ona Madina, 21-kuni Farg'ona Jidda, 22-kuni Farg'ona Jidda reysimiz. Mana shu reyslarimiz bor hozircha. Ya'ni oyda oxirigacha mana shu reyslarimiz hozirda qabullar boshlangan. Xo'p, safarimiz necha kunlik bo'ladi? Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Demak, 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Taomlarimiz qanday bo'ladi? Xo'p, Asilbek, Madinada 2 mahal milliy taomlar, ovqatimiz, Makkada 3 mahal ovqat beriladi. Milliy o'zbek taomlari bo'linadi. O'zimizning o'zbek akalarimiz tayyorlashadi. Xudo xolasa hozirgi kunda. Xo'p, gastiniy oraliq masofalarimiz qanday aka? Xo'p, gastiniy oraliq masofalarimiz Madinada 152 metr, Makkada esa 1,5-2 kilometr oralig'ida 24 soat davomida avtobuslarimiz qatnab turadi. Xudo xolasa 24 soat davomida avtobus xizmatlari ham bo'ladi. Xuddi shunday. Bundan tashqari, ya'ni 14 kun safar mobaynida sayohatlar, ziyoratlar, ibodatlar, shular qanaqalari bor yo'lga qo'yilgan? Xo'p, biz 50 boshlarimiz tomonidan sayohatlarga olib chiqiladi. 50 boshlarimiz tajribali, yangi emas, eski 50 boshlarimiz Qizil dengizga olib chiqiladi, Arafat tog'iga, Xurmo bog'iga. Shu sayohatlarimizga olib chiqiladi yana. Hamma sayohatlarga olib chiqiladi. Ya'ni 14 kun mobaynida ziyoratchilarimizni shu kunda kunora mana shu ziyorat va ibodat va sayohatlarga olib chiqib kelishadi. 50 boshlarimiz tomonidan. Xudo xolasa. Xo'p, hozirgi kunda Qahramon aka narxlarimiz necha pul? Toshkent va Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha. Xo'p, Vodiydan 1050 dollar deb belgiladik, Toshkentdan esa 1000 dollardan qilib berilyapti. Ya'ni Vodiydan 1000 dollar, 1050 dollardan. 1050. Agarda misol bitta oiladan 5 kishi, 10 kishi bo'ladigan bo'lsa, chegirmalar ham qilib beriladimi? Telefon qilib aloqaga chiqishaversin, chegirmalarni qilib beramiz. Qilib beriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda siz ham niyat qilib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, joylarni birov qilishlaringiz mumkin. Va albatta oliyjanoblar kanalidan qo'ng'iroq qilyapman deyish esdan chiqmasin. Do'stlar, xudo xolasa, siz obunachilarimizga imkon qadar chiroyli va chegirmali narxlarda albatta qilib beriladi. Xo'p, Qahramon aka, xudo xolasa ziyoratchilarimiz oliyjanoblar kanalidan ko'rib telefon qilyapman deganlarga chegirmalar qilib beriladi. Beramiz, chegirma. To'lovlarimiz qanday amalga oshiriladi aka? Xo'p, to'lovlarni bank orqali to'lasa bo'laveradi. Telefon qilishsa, biz shot raqamlarini beramiz. Zagiran pasportlari bilan o'sha to'langan kvitansiyalarni tashlab berishsa bo'ldi. Bizga o'sha kifoya qilaveradi. O'sha bron bo'laveradi. Bo'laveradi joylari bron. Agarda mana shu o'zimizni territoriyadan yaqin joylarda, masalan, ofisga yaqin joylarga kelsa, rasmiy ofisga kelib ham to'lovlar qilishlari mumkin. To'lov qilsa bo'laveradi, bemalol kvitansiyalarni chiqarib berishadi. Buxgalterlar bor, qabul qilinaveradi pullar. Xudo xolasa bemalol kelishlari ham mumkin, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, Centrum Holidays bu siz uchun yagona tanlov bo'lishi mumkin. Agarda siz ham umra ziyoratiga ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.
Do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa siz obunachilarimizga qo'ldan kelganicha yangi umra narxlarini kunda kunora yangiliklar qilishda harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib boringlar. Qahramon aka, sizga ham rahmat. Mana shunday chegirmali narxlarni qilib berishda to'xtamang aka. Rahmat, sog' bo'linglar.